بسم الله الرحمن الرحيم. دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. الجزء الأول، الدرس 18. Arab tili darsligi birinchi qism 18-dars. Insoflar, darsimizni boshlashdan ilgari darsimizdagi muhim nuqtaliq grammatikani so'zlab olaylik. Bugungi darsda asosiy 3 mazmunda nuqtaliq grammatik so'zlaymiz. Birinchisi, arab tilidagi kamning ishlatilinishi. Arab tilidagi kamning ishlatilinishi. Ikkinchisi, xabar jar majrurluq, ya'ni shibhi jumla deymiz. Oldi qo'shilg'uchi va oldi qo'shilung'uchi, ya'ni biz so'zlab o'tgan 17 dona zirqildigan harflar bor emasmi? Min, ila, lam, ala degandek. Ashta harflar kirib qolgan shibhi jumla bo'lib qolgan vaqtida va jumlaning oldida kelib qolsa, ega nekir keladi. Lekin bu jumlada ba degandek ma'noda tarjima qilamiz bu. Uchinchisi, narsalarning ikkilik shakli. Ya'ni ega ikkilik holatda kelsa, xabarmi mas qadamda ikkilik o'zgaradi. Hamda ikkilik shaklda kelishni ismlarning bo'lib qolsa, oxiriga alif bilan nun qo'yiladi. Pillarning bo'lib qolsa, pil turlashni biz ayrim so'zlaymiz emasmi? Masalan, har bir pil mas qadamda birlik, ikkilik, ko'plik shaklda turlanadi. Shu buncha qilsak bo'ladi. Hamda kamga kelsak, arab tilidagi kam ikkiga bo'linadi. Kam istifhamiya, kam xabariya deb. Ham kam istifhamiya degani jumladagi so'roqni bildiradigan kam, ya'ni qancha, necha degandek ma'nolarda. Kam xabariya degani intayin ko'p degandek ma'no. Ammo biz bugun so'zlamoqchi bo'lganimiz kam istifhamiya. Shunga kam xabariya to'g'riq so'zlamaymiz bugun. Kam istifhamiya jumlaning beshida kelib, kamdan keyin kelgan kamning farqlantiruvchisi. Masalan, kam deganning o'zi necha bo'lgandan keyin biz odatda jumla ishlatishda necha deb ishlamaymiz-da. Masalan, necha qalam, necha odam, necha kitob, necha pul degandek ishlatamiz, shundaymi? Unda bo'lgandan keyin ashuni keyindagi necha odam, necha qalam, necha daftar, necha kitob, necha pul degandek ashu keyindagi kamning nimaning qanchaligidan so'moqchini ifodalamoqchi bo'lgan tamyiz deymiz. Farqlantiruvchisi birlik zavar holatda keladi. Masalan, qancha qalam demoqchi bo'lsak, kam qalaman. Qancha daftar demoqchi bo'lsak, kam daftaran, ya'ni birlik zavar, kam daftaran. Qancha kitob demoqchi bo'lsak, kam kitaban. Qancha o'quvchi demoqchi bo'lsak, kam taliban. Qancha qiz o'quvchi demoqchi bo'lsak, kam talibatan degan shaklda ishlatiladi. Masalan, buni har xil shaklda ishlatib boqaylik. Sizda qancha qalam bor? Kam qalaman indak. Sizning qancha o'g'il qarindishingiz bor? Kam axanlak. Sizning qancha qiz qarindishingiz bor? Kam o'qdanlak. Ko'chada qancha mashina bor? Kam sayyaratan fi shari' degandek shakllarda jumla tuziladi. Ya'ni kamdan keyin biz uning nechiligini so'moqchi bo'lgan tamyiz, ya'ni farqlantiruvchi birlik zavar holati keladi. Biz nimadan so'moqchi bo'lsak, shuning birlik zavar holatini kelsak bo'laveradi. Bu birinchi mazmun. Ikkinchi mazmun, ega xabar odatda biz burun o'rgangan darslarda ega oldida xabar keyinda keladi. Undan keyin ega iniq holatini ma'rifa xabar nekir bo'lib keladi. Endi bugungi darsimizda xabar oldida ega keyinida kelgan misolni ko'ramiz. Bu qanday vaqtda mushtaq bo'ladi desa, xabar harfi jar bilan birikkan shibhi jumla, ya'ni jar majrurluq shibhi jumla, ya'ni oldiga harfi jar fi, min, ala, lam degandek arab tilidagi 17 xil harfi jar va 17 xil harfi jarning qaysi birisi kelib shu harfi jar bilan birikkan jar majrurluq, ya'ni shibhi jumla bo'lib qolgan vaqtida, masalan, deb qo'yaylik, sinfda, fil fasli degan vaqtida xabar oldida kelib, buning egisi keynida iniqsiz holatda keladi. Masalan, sinfda 2 o'quvchi bor. Fil fasli taliban. Menda 5 yuan bor. Indi 5 yuan. Indi 5 yuan. Lekin kitobda 3 ders bor. Masalan, fil kitab 3 durus. Fil kitab 3 durus degandek. Aniga uyning 2 ochqichi bor. Lil beyti miftahani degan shaklda xabar oldida ega keynida keladi. Bunda vaqtda ko'pincha vaqtda
ning yoki bar deb tarjima qilamiz. Ning yoki bar degan shaklda tarjima qilsak bo'ladi. Shu nuqtani bugungi darsning tekstlaridan bakroq gavdalantirib olsak bo'ladi. 3-masala, 3-so'zlamoqchi bo'lgan nuqta ikkilik ismlar to'g'risida. Ya'ni odatda ega qanday qilib kelsa, xabarmi shu bo'yicha masqadan, masalan, ega birlik bo'lib qolsa, xabar birlik, ega ikkilik bo'lib qolsa, xabar ikkilik, ega ko'plik bo'lib kelsa, xabar ko'plik, ega erlik bo'lsa, xabar erlik, ega ayollik bo'lsa, xabar ayollik. Ya'ni ega odatda jansiz, aqlsiz narsalar bo'lib qolmasa, masqalarni kelaveradi. Endi mush asosda ega ikkilik bo'lsa, xabarmi nech keladi? Ikkilik holatda keladi. Mush nuqtalarni biz tekstdan bir gavdalik ifodalab boqaylik. Tekstni boshlashdan ilgari biz avval yangi so'zliklarni bir o'qib tushunib yetib ketaylik. Al-kalimatul jadida. Kam? Al-ayd. Al-ajala. Ajalat. Al-hayy. Ahya'un. Ar-riyalu. Riyalatun. Ar-rak'atu. Rak'atun. Al-mistaratu. Masatiru. Kam? Qancha? Al-ayd hayit bayram degan ma'noda. Ajala choq. Ajalat ko'plikka. Al-hayy mahalla. Odatda burunqi kitoblarda kelib qolsa, yoki burunqi ishlar ishlatilib qolsa qabila degan ma'noda. Ahya buning ko'plikka. Riyal riyalat ko'plikka. Ar-rak'a rakat, ya'ni namozlardagi bir rakat, ikki rakat, ikki rakat. Rak'at buning ko'pligi. Al-misqara sizg'uch. Masatir buning ko'pligi. So'zliklarni o'zlashtirib bo'lgandan keyin tekst kelaylik. Ad-darsu ath-thamin 'ashar. Kam ukhtan laka ya Muhammad? Li akhun wahid. Wa kam ukhtan lak? Li ukhtani. كم عجلة للدراجة يا حامد؟ لها عجلتان. كم عيدا في السنة يا زكريا؟ في السنة عيدان، هما عيد الفطر وعيد الأضحى. يا إبراهيم أبوك تاجر كبير، كم سيارة عنده؟ عنده سيارتان كبيرتان وسيارتان صغيرتان. كم نافذة في غرفتك يا إسماعيل؟ فيها نافذتان. لمن هذه الدفتران؟ هما لي. لمن هاتان المسطرتان؟ هما لي. كم أخ لك يا محمد؟ محمد sizning qancha o'g'il bir tuqqaningiz bor? O'shada kam qanchani ifodaladi? Axan kamning tamyizini farqlantiruvchisi birlik holatda zivar o'qilgan holda keldi. Li axun wahid, mening bir o'g'il bir tuqqanim bor. Mush jumlada li xabar, buni shibhi jumla deymiz, jar majrurlik shibhi jumla deymiz. Axun wahid nekira, ya'ni sifat bilan qo'shilib ega bo'ladi. Li xabar, axun wahid ega keynida xabar oldida kelgan jumla. Bunda jumla kelib qolsa bar degan ma'noni qo'shib qo'yamiz. Va kam uxtanlik, sizning qancha qiz bir tuqqaningiz bor? Li uxtan, mening ikki qiz bir tuqqanim bor. Yuqoridagiga o'xshash, li xabar uxtan ega. Kam ajalatan lid-darraja ya Hamid? Hamid velosipedning qancha chaqi bor? Laha ajalatan, uning ikki chaqi bor. Laha xabari, ajalatan egisi. Kam ajalataniki ajalatan, kamninki tamyizi, farqlantiruvchisi. Kam aydan fi sanati ya Zakariya? Zakariya bir yilda qancha hayit bor? Aydan kamninki tamyizi. Fi sanati aydan bir yilda ikki hayit bor. Ya'ni fi sana xabar, aydan egisi bo'ladi. Huma aydul fitr va aydul adha. U ro'za hayit va qurban hayit. Endi ma mishakagacha qarab baqsaq uxtan ikkilik, uxtan alif bilan nun. Lekin ajalatan so'zning oxiriga alif nun qo'shilish orqali ikkilikka aylantiriladi. Fi sanati aydan aytning oxiriga alif bilan nun qo'shilish orqali ikkilikka aylantiriladi. Mush nuqtaga diqqat qilaylik. Ya İbrahim, abuka tajrun kabir, kam sayaratan aynda? İbrahim, dadingiz cho'ng savdogar ekan. Kam sayaratan aynda?
Uning qancha mashinasi bor? Uningda qancha mashina bor? Sayyaratan kamninki tamizi. Indahu sayyaratan kabiratan va sayyaratan saghiratan. Uning ikki cho'ng mashinasi va ikki kichik mashinasi bor. Indahu xabar keyingilarning hammasi vo'g'icha ega bo'ladi. Vo'din keyingisi vo atbi harf bilan keyindagi sayratan sayratan kabiratan atbi qilinib, umu ega hisoblanadi. Ham sayratan ikkilik alif nun bilan mas qadamda suftumu alif nun bilan ikkilikka aylantiriladi. Sayratan shu asosda. Kam nafizatan fi ghurfatika Ismoil yotiqingizda qancha dariza bor? Nafiza. Kamninki tamizi birlik zar o'qilib keldi. Fiha nafizatan. Yotiqimda 2 dariza bor. Fiha xabar nafizatan egizi nafizatan ikkilik. Yani alif bilan nun orqali ikkilik qilindi. Liman hadhihi daftaran. Bu ikki daftar kimninki? Humali, u ikkisi meninki. Liman hatanis mistaratan. Bu ikki sizg'uch kimninki? Humali, u ikkisi meninki. Musha qirg'a vaqtda agar bayatdanqidek shibhi jumla, jar majrurlik jumla oldida kelib xabar iga nekirib keyin kelib qolsa bar deb tarjima qilgan bilan agar iga ini qolatda, yani ma'rif bo'lib oldida xabar keyin kelib qolsa bar degan gap chiqmaydi ekan. Masalan, humali desak, vaqti u ikkisi meningki dedik, mening bar degan gap emas. Ikkili jumlada shu asosda shu nuqtaga diqqat qiling. Agar xabar oldida kelib qolsa bar deb tarjima qilgan bilan xabar keyin kelib qolsa bar deb tarjima qilmaydi ekanmiz. Ko'nikmalar. التمرين الأول برنج كنكمة أجيب عن الأسئلة الآتية مستعملا المثنى عندك سؤال لغة إشلتب جواب برن مثلا برنج سؤال كم قلما عندك سيدا قنش قلم بار أمد مش هذا من دا بار ديشتن چوقم نمبلن باشلاش كراك أور خبرني ألدكم زينا عندي دبقان تكين إشلتب تبتغو قلمنا إشكالك نمو ألف نون قشق أساستا قلمان عندي قلمان كم كتابا عندك عندي كتابان مش أساستا قاغلرغا جواب بسانlar bo'ladi. Ikkinchisi o'quv va yozing. Ham tuandagi jumlalarni o'qish orqali tuandagi jumlalardagi yuqorida biz so'zlagan xabar oldida kelsa, egisi keyinda nekirlab kelsa, buni qanday tarjima qildiganlik, undan keyin kamninki masalasi, undan keyin ikkilik masalalarini mulohaza qilsanglar bo'ladi. Masalan, birinchisi Xolidun lahu ibnan va bintan. Xolidning 2 qizi, 2 o'g'li va 2 qizi bor. Ana bu jumlani tahlil qilib bersam, Xolidun iga lahu ibnani va bintani hammasi qo'shilib xabar jumla. Endi bu xabar o'g'limi butun bir jumla o'g'achqa buning ichiga yana kirib tahlil qilamiz. Lahu ma Xolidunni tashilib turib, lahu ibnatan bu mu ayrim bir mubtada xabarlik jumla emasmi? Mubtada xabarlik jumla qo'shilib Xolidga xabar olgan. Endi Xolidni mubtada lahu ibnatan hammani qo'shilib xabar davotib bo'ldi. Endi undan keyin lahu ibnatanning ichiga kirib turib, ibnan bilan ibnatan mubtada, lahu nimasi xabar. Mubtada va xabar ikkisi qo'shilib Xolidning nimasi bo'ladi? Xabar bo'ladi. Qolgan jumlalarni shunday kelib qolsa, mushu bo'yicha tushunsak bo'ladi. 3-mashq tuyandagi misollarni o'qing, undan keyin bosh o'ringa kamga tamyiz qo'ying va uning oxirini qoidaga soling degani biz bayatdan tamyizning oxiri zavra qil degan emas, mana shu bo'yicha qilsanglar bo'ldi. Masalan, misollar kam uqtallak, kam qalamanlik, kam sayratan fil jamia. Mush asosida baqaylik, kam indak degan oldiga nima so'saq bo'laverdi. Masalan, kam kitabana indak, kam akhana indak, kam sariran indak, kam qalaman indak degan shaklda qo'ysak bo'laverdi. Ammo chuqum kamdan keyin kelgan so'z birlik, oxirisi zavra bo'lib kelish kerak. 4-mashq حول المبتدا في كل من الجمل الآتية إلى مثنى. Tuyandagi jumlalarning ichidagi har biridagi mubtadani igini ikkilikka aylantiring. Masalan, haza kitob deganni bizga hadani aylantirgandan keyin kitob mas qadamda kitobani aylanib ketdi o'zligidan. Mushu buncha qilsa bo'ladi. Masalan, haza qalam desa haza qalamani degandek. 5-mashq iqro al-kalimat al-atiya waktubha ma'a dabt awakhiriha. Tuyandagi so'zlarni o'qib, uni oxirini qoidaga solish bilan yozing dedi. Masalan, oxirisi qanday o'qilan bir gapni degsiz qopdimi? Ikkilikka aylantirilgan ismlarning oxiriga alif bilan nun qo'shildi deb emasmi? O'sha alif bilan nundagi nun har qanday sharoit ahvol ostida sizlar o'qilib kiradi. Masalan, kalbani, maktabani, qamisani, akhwani, mindilani, mastaratani, ukhtani, imraatani degandek hammasining oxirisiga nun sizlar o'qiladi. Mush nuqtaga diqqat qilaylik.
oltinchi cho'nik so'zlarni ikkilikka aylantiring. Ani bayatdagi ikkilikka aylan oxirgi alif bilan nun qo'shsaqlar bo'ladi. Masalan, sayyaratani, tabibatani, valada